Ushbu hujjatli film Turon zaminining ko'p asrlik tarixi haqida hikoya qiladi. Shukuhli yangilik viloyat muxbirlarimiz ma'lum qilishmoqda. Arxeologlar Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida sivilizatsiyaning 10 ta belgisi bo'lgan yodgorlikka duch kelishdi. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, undagi noyob ashyolar Mesopotamiya sivilizatsiyasiga yaqin bo'lib, yodgorlik O'zbekistondagi ilk shahar deya taxmin qilinmoqda. Bir 1974-yil Sherobod tumanining shimoli-sharqida joylashgan Jarqo'ton xarobasida tadqiqotchilar izlanish olib borishar ekan, o'zlari kutmagan noyob topilmalarga duch kelishdi. Sinoatga boy manzil ashyolari bir-birini takrorlamas, eng muhimi, har biri tarix qatidan turfa ma'lumotlar ila ming yilliklar yo'lini bosib o'tgan edi. Quvonarlisi, aksariga shikast yetmagan, shikastlanganlarni da tiklash qiyinchilik tug'dirmasdi. Tadqiqotchilar tilsim berkingan darvozadan moziy sari qadam qo'yishlariga, shaharning qaysi davriga tegishli ekanligini aniqlashiga kam qadamlar qolgandi. Bu Markaziy Osiyodagi ilk sivilizatsiya shahar qoldiqlaridan biri bo'lib, o'zida 10 ta muhim belgisini juda uzoq asrlar mobaynida saqlab kelayotgan edi. Jarqo'ton O'zbekiston tarixidagi eng qadimgi shahar. Insoniyat o'zining boshidan mutaxassislarning hisob-kitobiga qaraganda 29 ta sivilizatsiyani o'z boshidan kechirgan. Bugungi kungacha bo'lgan insoniyat. Biz hozir 29-sivilizatsiyani yashayapmiz hozir. Shamoldek qo'nimsiz tog' va sahro aro kezib yurgan, umrini yillar u joyini qo'noqqa tikkan u davr qavmi ko'chib yurishdan toldimi, yo bugungi til bilan aytganda komfort sharoitni ma'qul ko'rdimi? Dastlab ovul va qishloqlarda qo'nim topa boshladi. Atrofdagi yerlarni o'zlashtirdi. Birinchi navbatda bug'doy ekib chorvasini ko'paytirdi. Ehtiyoji uchun kerak bo'lgan buyumlarni yasay boshladi. Xullas, imkoniyatlarini kengaytirishga intildi. Miloddan avvalgi 4-ming-yilliklarda esa daryolar bo'yida shaharlar barpo etishga kirishdi. Sivilizatsiyaning o'chog'i sharq. Shahar sharqda tug'ilgan. Ilk davlatlar sharqda tug'ilgan. Juda erta tug'ilgan. Miloddan oldingi 4-ming-yillikdan 6000 yil oldin sharqda sivilizatsiya boshlangan. İlk shaharlarning barchasi daryo, soylar, katta haligi irmoqlar sohilida joylashgandi. U yoqda Misr sivilizatsiyasining kelib chiqishi, shakllanishi hammasi Nil daryosi bilan bog'liq bo'ldi. Xuddi ana shunday sivilizatsiya markazlari so'ngroq, keyinroq bo'lsa ham bizni O'zbekistonda ochildi. Bu Amudaryo, Oks sivilizatsiyasi yoki Turon sivilizatsiyasi deb nomlandi. Muqaddas kitoblarda insoniyat tarixi odam ato va momo havoning yaratilishidan boshlanadi. O'sha davrlardan hozirgacha insoniyat juda uzoq tarixiy yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunimizdan 4-5 ming yillar avval ajdodlarimiz sun'iy sug'orish va shudgorlab ekishga asos solib dehqonchilikni shakllantirdi. Sherobod daryosi havzasidagi Bo'stonsoy qirg'oqlarida qad ko'targan yurtimizdagi ilk shahar Jarqo'tondan topilgan bug'doy, arpa, suli, tariq, jiyda, uzum donlari qoldiqlari O'zbekistonda dehqonchilik, bog'dorchilik madaniyati juda erta shakllanganligini isbot qiladi. Bir 1974-yilda suratga olingan video arxiv tasvirlaridan ko'rinib turibdiki, Jarqo'ton yodgorligidagi qazishma ishlari davomida paxta, kanob, jun matolar qoldiqlari hamda mis va qo'rg'oshin aralashmasidan tayyorlangan bronza buyumlari topilgan.
Men turgan manzil O'zbekistondagi ilk shaharlardan biri, ya'ni Serquyosh Surxon zaminidagi Jarqo'ton xarobalari. 10 yillar mobaynida arxeolog olimlar 3000 dan ortiq odam suyaklarini o'rganib, uni millatdan avvalgi 3-2 mingyilliklarda yer ostiga ko'milganini xulosa qilishgan. Jarqo'ton xarobalari. O'zbekiston, ya'ni mamlakatimizdagi ilk sivilizatsiya, O'zbekiston sivilizatsiyasi aynan mana shu yerdan boshlanadi. 1974-yillar Shokirjon Pidayev, o'zbek arxeologi, shu kishi Jarqo'tonga borib yodgorlikni ko'rib qolgan, ustiga chiqqan. U yerda albatta yodgorlikning bitta ko'rsatkichi teparoq, chunki yemirilib o'zi tepa bo'lib qoladi. Ikkinchisi, albatta u yerda haligi shamol bilan tuproq ketib qolgandan keyin har xil sopol siniqlari ochilib qoladi. Butun elementlariga qarasa bronz davrining yodgorligi. Qarasa juda katta. Keyin bronza davri bilan mutaxassis sifatida Ahmad Asqarov xabar bergan. Juda katta qazishma ishlarini boshlab yubordi. Uni o'rganish jarayonida albatta u qaysi madaniyatga mansubligi, qayerda topilgan, uni topilgan materiallari nimalardan iborat, buni hammasini tahlildan keyin haligi aniqlashicha bu bronza davri aytaylik miloddan oldingi 3000-yilning oxiri, 2000-yillar. Mana shu davrda shu Jarqo'tonda hayot qaynagan, gullab yashnagan va shaharsozlik shu darajada taraqqiy qilganki, bu ochilgan o'sha binolarning qoldiqlari shahar strukturasiga qarab, mana shu ilk shahar Jarqo'ton O'zbekistonimizda ilk birinchi shahar hisoblanadi degan qarorga kelganmiz. O'zbek xalqini kelib chiqishining boshlang'ich nuqtasi o'zbek xalqi va uning davlatchilik tarixiga rosa 4000 yil bo'ldi. Afsuski hozirga qadar matbuotda rasmiy gaplarda 3000 deyish yuribdi. Men bunga qarshiman. Men arxeolog sifatida bu narsani isbotlab berdim. Jahon olimlari tan oldi. Buni Surxondaryo territoriyasidagi Sopoltepa, Jarqo'ton degan yodgorliklar misolida va shunga o'xshagan 20 dan ortiq Janubiy O'zbekiston territoriya yodgorliklar misolida isbotlab berdim. Birinchi sivilizatsiya bronza davrida yuz berdi. Nima uchun bronza davrida yuz berdi? Chunki xuddi shu paytda turkiy zabon aholi butun dunyo bo'yiga yoyildi. Bularning yoyilishida nima sabab bo'ldi? Ilk bor turkiy zabon aholi madaniyatida, jamoasida otni, tushunyapsizmi? Ho'kizni, tuyani qo'lga o'rgatish boshlandi. Qachonki bu hayvonlarni transport vositasi sifatida foydalanishga o'tgandan keyin chorva mulklari tobora ortib borayotgan ajdodlarimiz ana chorva mollarini boqish uchun yaylovlar qidirib butun dunyoga yoyiladilar. Jarqo'ton. Olimlar mana shu sirli tepaliklar qa'rida millatimiz tarixi, madaniyatidan so'zlovchi qatlamlarni, uning qadimgi davrini o'rganish uchun eng pastki qatlamgacha yetib borishgan. Topilmalarga tasodifan zarar yetkazib qo'ymaslik uchun har bir tosh, har bir g'ishtni ehtiyotkorlik bilan ushlab, maxsus uskunalar yordamida nozik qatlamlarni ochishgan. Qadimgi shahar Jarqo'ton. Bu yerda mutlaqo sokinlikni, mayin ob-havoni, o'zgacha tabiatni his etasiz. Buni qarang, baland-past bo'lib turgan tepalik-u sopol bo'laklardan boshqa hech vaqo yo'qdek. Ammo sukunatga cho'mgan bu tepalikda o'tirib quloq tutsangiz, shahar xuddiki yer tagidan hayqirayotgandek, bag'ri to'la sinoat, xazina-yu, ammo uni biz bilmayotgandek. Jarqo'ton biz bilan ma'budalar haykalchalari, tosh qurollar, muhrlar orqali gaplashdi. Bu buyumlar o'sha davr odamlarining turmush tarzini o'rganishda bebahodir. Iqlim, ehtiyojiga moslab yaratilgan har bir idishning o'z vazifasi bo'lgan. Quruq mevalar uchun alohida, suyuqliklar uchun o'zgacha shaklda. Xuddiki uy bekasi kulolga maxsus buyurtma bergandek. Sivilizatsiyaning asl maqsadi ham insonlarni fikrlashga, tafakkurga o'rgatish edi. E'tibor qiling. Sopol idishlari juda nafis ishlangan.
Yashash uchun ehtiyoj kuchayib borayotgan bronza davrida bunday nozik va betakror san'at asarini yaratish uchun chuqur falsafiy yondashuv kerak edi. O'sha davr hunarmandlarining didiga tasannolar aytmaslikning iloji yo'q. Ularning tabiat va inson o'rtasidagi ilohiy bog'liqlikni aks ettirish istagi sopol buyumlarda, muhrlarda va turli taqinchoqlarda ham aksini topgan. Bonjour, je suis docteur Juibe. Katta bir tarix, dunyodagi ilk sivilizatsiya makonini o'rganyapmiz. Markaziy Osiyoning jahon tamaddunida tutgan o'rni beqiyos. Afsuski, ko'pchilik bu xususida yetarlicha tasavvurga ega emas. Bu kabi yodgorliklar o'zbek xalqigagina emas, butun insoniyatning boyligidir. Ilmiy faoliyatim davomida dunyo sivilizatsiyasiga oid juda ko'p manbalarni o'qigandim va qachonlardir o'sha yerlarda tadqiqot olib borishni istagandim. Yodgorlik devorlarini ochib boryapmiz. Ishimiz ko'p. O'zbek olimlari bilan hamkorligimiz samara berishiga ishonaman. O'tmish bu ne'matlarni asrab avaylash mas'uliyatini o'zbek xalqi zimmasiga yuklagan va bu millat vazifani sharaf bilan ado etishi kerak. Bu qadimiy shaharlar hozir va bundan keyin ham O'zbekiston ravnaqiga xizmat qiladi. Tarixiy yodgorliklar dunyoning turli mamlakatlaridan keladigan sayyohlar oqimi degani. Eng muhimi, shonli tarix. Jarqo'ton O'zbekiston tarixidagi eng qadimgi shahar. Uch ming yillikning oxiri Jarqo'tonda ota urug'i patriarxat davri hukm surgan. Ilk sivilizatsiya vakillari Janubiy Turon zaminida Neolit davridan yashab kelgan xalq bo'lib, ular shu hududlarda taraqqiyotga, ya'ni shaharlashishga o'tgan. Olimlar qadimgi shahardan topilgan suyaklarni mukammal o'rganib, Jarqo'ton aholisining tashqi tuzilishi haqida tasavvur hosil qilishdi. Ular Yevropoid irqiga mansub bo'lib, qirra burun, erkaklarning soch soqollari qora, qizil tanli kishilar bo'lgan ekan. Jarqo'tonni qayerdan kelgan deb emas, mahalliy o'q-ildizli va madaniy ta'sir, madaniy aloqalar natijasida shakllangan sivilizatsiya. Qadimgi Sharq sivilizatsiyasining ajralmas bo'lagi. Mesopotamiya bilan, Elam bilan bo'ylashadigan, Qarabba bilan tenglashadigan sivilizatsiya. O'sha davr odamlari shaharga asos solayotganida, bahorning sel, yomg'irli kunlarida shaharni suv bosmasligi uchun devor yonidan ariq qazib, Bo'stonsoyga yo'naltirilgan. Albatta, shaharni qurilishi boshlanganda qaysi bino, qaysi kompleks quriladigan bo'lsa, yer nivelировка qilingan, tekislangan. Va keyin yana undan ham haligi qiziq bir narsani aytishim mumkinki, mana shu ajdodlarimiz miloddan oldingi 3000 yillarning boshida g'ish qilishni kashf qilingan. Qolipda g'ish yasashni. G'ish o'sha los tuproqdan, shu saqich tuproqdan, losdan haligi qolipga tashab, g'ish qilib, ana shu g'ishdan qurilgan devorlar. U g'ish faqat bir xil haligi formaga, to'g'ri burchakli va bir xil razmerga ega. Razmerini aytadigan bo'lsam, uni qalinligi 12 sm, eni 25 sm, uzunligi 50 sm. Bu endi o'sha payt uchun modul. Yurtimizdagi ilk shaharga olimlar geometriyalashgan deb nom berishgan. Bu bejiz emas. Ajdodlarimiz biror bir inshoot barpo etishdan avval uning tarixini chizib, qurilish avvalidan chuqur o'ylab, har jihatini inobatga olganlar. Quyoshning chiqishi, botishi, yomg'ir va qorning qaysi tomondan urishi, suv ta'minoti, toshqin va sellardan, dushmandan himoyalanish kabi jihatlar batafsil o'rganilgan, o'ylangan. Ana shu talablarga javob beradigan joylardagina imorat qurishgan. Shu sababli bu inshootlarda uzoq vaqt o'troq hayot kechirishgan. Jarqo'ton yodgorligini me'moriy bichimiga to'xtaladigan bo'lsak, u
to'rtburchak, ya'ni kvadrat ko'rinishda 100 gektar maydondagi o'sha yodgorlik. Endi kvadrat, to'rtburchak o'zi bilan o'sha nimani timsoli hisoblangan? Bu dunyo timsoli bo'lgan. Jarqo'ton ibodatxonasining diniy xarakterini ochib berishda olimlar shahar aholisining yashash tarzini o'rganishdi. Nimalar ilohiy bo'lgan? Ilohiy bo'lgan quyosh, ilohiy bo'lgan suv, ilohiy bo'lgan olov, ilohiy bo'lgan ajdodlar ruhi. Shahar ahli hatto hayvonlarni, sudralib yuruvchilarni ilohiylashtirgan. Bronza davri odamlari tasavvurida o'z davriga mos diniy tushunchalar va qarashlar bo'lgan. Ularning e'tiqodi insonlarni birlashtirib, hayotini to'g'ri yo'lga qo'yishiga xizmat qilgan. E'tiqodining ko'rinishi qanday bo'lmasin, faqat yaxshilik qilishga, hayot qiyinchiliklarini sabr bilan yengishga chorlagan. Jarqo'tonliklar hamisha o'zini o'rab turgan olamning muallifi borligiga ishongan. Aslida e'tiqod har davrda shaklan har xil bo'lsa-da, ammo mohiyatan bir xil bo'lgan. Qadimgi shaharliklar suv, olov, havo ichimligini muqaddas bilgan va ruhiy taskinlikni shulardan olgan. Bugungi kunda ham qadimgi shaharni kezar ekansiz, ahyon-ahyonda ajdodlarimiz sig'ingan otashkada bo'laklari, hatto terrakota haykalchalarini uchratishingiz mumkin. Bu yodgorlik sizni xayolga cho'mdiradi. Nahot bu xaroba 4000-5000 yillar avval shahar bo'lgan va odamlar gavjum yashagan. Bu yerga qadam qo'ygan odam qadimgi shaharligini bilgach, yerga nazar soladi. Oyoqlari ostida biror bir qadimgi buyum chiqib qolmasmikin deb ko'ngildan o'tkazadi. U xoh oddiy sopol bo'lsin yoki zanglagan yarimta tangami qadrli, chunki u o'tmish. Moziysiz kelajagi yo'q degan gaplarning mag'zini mana shunday yodgorlikni ko'rgandagina tushunib yetar ekansiz. U zamonlarda odamlar qanday yashaganligi haqida tarixda ma'lumotlar bor. Hunarmandchilik, savdo rivojlangan, metall eritilgan, boshqa shaharlar bilan aloqalar bo'lgan. Ammo har bir arxeolog yodgorlikni qazir ekan, u tarixiy ma'lumotlarni yanada yangilagisi keladi. Bu esa yangi tarixiy topilmalar bilan amalga oshiriladi. Ajdodlarimiz, ya'ni Jarqo'ton aholisi bundan 5000 yil avval yovvoyi hayvonlarni xonaklashtirishga erishdi. Kuchli va ilohiy deb bilgan hayvonlarga sig'inishgan, ularni o'zlari yasagan sopollarga, muhrlarga joy etishgan. Bu eksponatlar bugun muzeylarning eng noyob, shu bilan birga sirli eksponatlaridan hisoblanadi. Ajdarho, ilon shakllari tushirilgan buyumlarni ko'rsangiz, qadimgi odamlarning qandaydir ilohiy tushunchaga ega bo'lganini his etasiz. Ilon Jarqo'tonliklarning nazdida nihoyatda ilohiy hayvon hisoblangan. Shu bronza davrining nega? Chunki topilayotgan muhrlarda 90%da ilon tasvirlangan. Ilon. Nega ilon ilohiy hisoblanadi? Chunki o'zalatriq hayvon. Bronza davrlarining nazdida ilon oyoqsiz yurgan. Oyoqsiz nafaqat yurgan, chopgan. Ilon po'st tashlagan. Ilon chaqsa o'ldirgan. Ilon tabiatning hamma joyida yashagan. Suvda, cho'lda, qabristonda, uyda bu odamlargacha hayrat tuyg'usini uyg'otgan. Hayrat tuyg'usini uyg'otgan hayvonlar ilohiy hisoblanadi odamlarning diniy tasavvurida. Buyuk geografik kashfiyotlar ilk sivilizatsiyalar davrida paydo bo'lgan. Jarqo'ton aholisi tovar ayirboshlash uchun Mesopotamiya, Harappa, Misr, Xitoy sivilizatsiyalari bilan aloqalarni yo'lga qo'ygan. Jarqo'tonliklar Baktriyadan uzoq Mesopotamiya, Hind o'lkalari tomon qimmatbaho lazurit toshlarini, mis, rux kabi xom ashyolarni ham yetkazishgan. Baktriya lazuritlari o'zga sivilizatsiyalarda o'tkazilgan qazishma ishlarida hamon uchrab turadi. Bronza davri odamlari bronzani kashf qilganlari o'zlari bilmagan. Metal konlardan olib kelib eritgan va bronza paydo bo'lgan. Demak, bronzani kashf qilinishi inson ongining omili emas. Bu tabiiy konlardan olingan metallarning eritilish natijasida paydo bo'lgan metal.
Mana endi metallning savdosi. Qalay bilan qo'rg'oshinni qo'shib tayyorlangan misning savdosi bronza davrida eng katta savdo. Nimaga katta? Chunki insoniyat tarixidagi birinchi sivilizatsiya Mesopotamiyada hududida 1 gram ham na mis bor, na qo'rg'oshin bor, na qalay bor. Rivojlangan Mesopotamiyaga bronza metali tashqaridan olib kelingan. Tashqaridan qayerdan olib kelgan degan savol bor. Bronzaning makoni O'rta Osiyo Zarafshon. Zarafshondan ketgan butun metal Mesopotamiyagacha borgan. Ana savdo. Kishilik jamiyati paydo bo'libdiki, u xalqaro aloqalarsiz hayot kechirmagan. Oks ham dunyodagi boshqa, ya'ni Mesopotamiya, Harappa, Misr, Xitoy sivilizatsiyalari bilan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'ygan. Jarqo'ton shahridan topilgan nodir buyumlar buning yaqqol isbotidir. Bu nihoyatda qadimiy yodgorlikni arxeologlar o'tgan asrning o'rtalaridan beri o'rganishadi. Salkam 5000 yil o'tsa-da, butun buyumlarning topilishi meni hayratlantiryapti. Qabr ichidan topilgan buyumlar qadimgi davr odamlarining o'ziga xos marosim, udumlari bo'lganini anglatib turibdi. Jarqo'ton O'zbekiston tarixidagi eng qadimgi shahar. Ilk sivilizatsiyalar bir-biridan uzoq bo'lsa-da, an'analari juda o'xshash bo'lgan. Masalan, ko'mish marosimini olaylik. Bundan 5000 yil muqaddam Jarqo'tonda judolikka uchragan oila o'sha davr tamoyillariga ko'ra marhumning tirik paytida ishlatgan buyumlarini qo'shib ko'mish odati bo'lgan. Bu Misr an'analariga ham xos edi. Qabrlar avvalsimon ko'rinishda bo'lgan va yakka tartibda ko'milgan odamlar erkakmi, ayol kishimi, demak farqi yo'q. Ular o'sha ona qornida inson qanday ko'rinishda yotsa, oyoqlari demak ko'krak qismigacha bukilgan holatda, qo'llari ba'zan yuziga, ba'zan esa demak yelkalariga davr ko'tarilgan holatda yotgan. Va demak o'sha erkak kishini qabrlarini ayol kishidan farqlash, bu ya'ni o'sha erkak kishi o'ng yoni bilan yotqizilgan, ayol kishi esa chap yoni bilan yotqizilgan. Endi juft shakldagi qabrlarga to'xtalaydigan bo'lsak, bu qabrlar yoki ona bola yoki ota bola ko'milgan bo'lishi mumkin, yoki er xotin, biri erkak, biri ayol ko'milgan qabrlarni uchratishimiz mumkin. Qabrga ko'milgan insonning hayotlik chog'idagi moddiy ahvolini unga qo'shib ko'milgan buyumlardan bilish mumkin. Boy badavlat insonning qabrida hatto 40 tagacha moddiy ashyolar topilgan. Bu buyumlar orqali Jarqo'ton aholisi nima bilan mashg'ul bo'lgani, nimalarni iste'mol qilgani, necha yoshgacha yashaganini bilish mumkin. Mana shu bronza davri bizni ajdodlarimizni, xalqimizni arxitektura sohasidagi juda katta yutuqlardan. Va ana shu davrda xalqimizni xalq sifatida jipslashuvi ham shakllangan. Agar bizni butun O'zbekistonni o'sha paytda olib qaraydigan bo'lsak, butun O'zbekiston haligi faqat Qizilqum, Qoraqumni ichi va muzli tog'liklarning tepasi o'zlashtirilmagan xolos. Qolgan hamma joylarda arxeologik yodgorliklarning izlari bor. Shimolda Tozabog'yap madaniyati, Suyorgan madaniyati, Zamonbobo madaniyati, Andronov madaniyatidan qabilalar yashagan. Janubda Andronov madaniyat qabillari va Sopolli madaniyatining qabilalari mualliflar yashagan. Shular hammasi sintez bo'lib birlashib o'zbeklarni asosini o'zagini tashkil qiladi. Aynan bronza davrida. Xuddi mana shu davrda dinlarimiz, ma'naviyat
ruhiy dunyomiz shakllanib, zardo'shtiylik shakllanadi. Demoqchimanki, O'zbekiston tarixidagi eng muhim davrlardan bittasi. Jarqo'ton qanday tanazzulga yuz tutdi? Bundan 5000 yil avval, ya'ni o'zida 1200 yil mobaynida hayot qaynagan ilk Jarqo'ton shahrini olimlar o'rganishar ekan. Albatta, uning tanazzulga uchrash holatlarini ko'p o'rganishdi va bitta faktni asos qilib olishdi. Bu ham iqlimning o'zgarishi, ya'ni suvsizlik. Bo'stonsoy qurib qoldi. Miloddan oldingi 11-11, 10 asrlar deymiz. Shunda hayot berib to'xtaydi. Sababi Bo'stonsoy suv oqmay qoldi. O'zi bizda cho'llashib ketyapti. U haligi neolit davrini boshidan beri shu yerda nimadan ko'chib boshqa yoqqa ketgan. Hatto mana shu Jarqo'tonni moddiy madaniyatga o'xshaydigan, sopol idishlarga o'xshaydigan nima Arkaim degan yodgorlik Chelyabinsk oldida. Shu Janubiy Uralgacha bular ko'chib o'sha yoqqacha o'tib ketdi. Chunki u yoqda namgarchilik bor edi. Miloddan avvalgi 3000 yillikda Mesopotamiya, Misr, Hind, Xitoy sivilizatsiyalari bilan hamohang Oks, ya'ni Turon sivilizatsiyasi 1200 yil o'tib poyoniga yetdi. Bu bilan hayot tugadi demoqchi emasmiz. Hayot davom etdi. Faqat boshqacha talqinda kechdi. Temirning kashf etilishi yangi davr boshlanganidan darak berdi. Bu esa yangi tarix. Arxeologlar yer ostida qolib ketgan bunday ko'hna kentlarni o'lik shaharlar deb atashadi. Lekin u o'lik emas. Ilk sivilizatsiya paydo bo'lgan bu shahar bugun ham bag'ridagi noyob osori atiqalarni bizga taqdim etyapti. Demak, u biz bilan yashayapti. 5000 yildan buyon tarixga xizmat qilyapti va yana yashaydi.